Myanma va Tailandda 7,7 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Zilzilaning epitsentri Myanmadagi Mandalay shahri yaqinida joylashgan bo'lib, bu hududda binolar qulab tushishi va yo'llarning shikastlanishiga sabab bo'ldi. Yana bir shaharda ham zarar ko'rgan binolar va yo'llar qayd etilgan. Shifoxonalar esa jabrlanganlarga yordam ko'rsatish bilan band. Tailand poytaxti Bangkokda ham zilzila kuchli sezilib, odamlar vahima ichida binolarni tark etishdi. Shaharda qurilayotgan 30 qavatli osmono'par bino qulab tushib, 43 ishchi vayronalar ostida qolgan. Shuningdek, ba'zi binolarning tomidagi basseynlardan suv toshib ketgan. Zilzila ta'siri Hindiston va Xitoyning Yunnan provinsiyalarida ham sezilgan. Hozirda qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilmoqda, lekin qurbonlar va jarohatlanganlar soni haqida aniq ma'lumotlar hali ham mavjud emas. Tailand hukumati favqulodda holat e'lon qilib, jabrlanganlarga yordam ko'rsatish uchun barcha resurslarni safarbar qilgan.